Voy la'nat klonning bolasi, bu yerlarda nimalar qilib yuribsan? Sen otang juda ko'p insonlarning umriga zomin bo'lgan. Men seni o'ldiraman. Voy amaki, iltimos meni o'ldirmang. Seni qirib tashlayman. Voy nimalar qilib qo'ydim? Voy bu yerlarda nimalar bo'lyapti? O yo'q, bu meni bolammi? Bu meni bolam. Nahotki sen uni o'ldirding marras. Hozir men politsiyaga telefon qilib seni olib ketishni so'rayman. Allo, iltimos politsiya, bu yerga tezroq yetib keling, meni bolamni otib qo'yishdi. Yo, iltimos faqat politsiya emas. Salom. Bu yerda nimalar bo'lyapti? Nega uni bolasini o'ldirding? Seni olib ketaman hozir, ketdik. Men bilmasdan qilib qo'ygandim bu narsani. Iltimos, olib keting uni, bu marraz meni bolamni o'ldirdi. Bu qanaqa video? Jenursun Ayzen Kamal deyishyaptimi? Yo'q, klonni bolasini ham o'ldiradimi? Jenursun chiqarish kerak, obunachilar. Barchaga salom, sizlar bilan prinsessa va hozir biza Ayzenni chiqarishimiz kerak, bilsanglar kerak. U meni eng yaqin tanishim desa ham bo'ladi. Uni agarda chiqarmasak, men nima qilaman hozir? Shumida qamoqxonada. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, politsiyachi? Yaxshi, rahmat. Nima kerak senga? Qisqasi, bir yil oldin Ayzen degan odam qamalibdi. Men o'shani chiqazmoqchi edim. Soqqasidan xavotir olmasangiz ham bo'ladi, qisqasi. Xo'sh, qancha bermoqchisan? Sizni og'zingizga siqqancha bera olaman, chiqasiz bo'ldi. Hozir to'xtang-da, mashina olib turing. Agarda orqangizdan hech nima chiqmaydigan bo'lsa, yana beraman. Tushunarli, faqat birov bilmasin. Birov bilsa agar, ikkalangni ham umrbod qamoq jazosiga mahkum etaman. Yo'q, unaqa emas, tepadami Ayzen? Ha, albatta. Yaxshimisiz? Ayzen shu yerda o'tiribdimi? Ha, Ayzen shu yerda. Okey, eshikni ochib berasizlarmi? Xo'p. Tushunursiz, men buni prinsessa. Nima gap, Ayzen, Kales? Yaxshimisiz, prinsessa? Men o'ta og'ir vaziyatdaman. Bu qamoqxonadan meni olib chiqib keting, iltimos. Yuring, ketdik. Siz o'zi chiqdingiz. Menda tanishingiz bor joyda siz qamoqxonada o'tirasizmi? Menga xat yuborsangiz bo'lmaydimi bu yerda 1 yil o'tirguncha, jinni? Menga keldi. Meni xat yuborishga ham qo'yishmadi. Na telefon, na xat, umuman ilojisi bo'lmadi. Jenurson, bo'ldi, ketdik, sizni chiqazdik. Siz nimaga qamaldingiz? Menga aytib bering, to'liq hammasini. Men sizga yo'l davomida aytib beraman. Okey, hozir qayerga boramiz? Tushing. Tushamayapman. Qani Ayzen, qarang, hozir biza klonni uyga borib hol-ahvol so'raymiz. Okey? Okey, go. Qani kiring. Yo'q, siz birinchi kiring, iltimos. Qo'rqasizmi? Assalomu alaykum, klon, Kales, yaxshimisiz? Bolangizni pampersini alishtirdingizmi? Yo'q, klon nima gap? Men mana qamoqdan chiqib oldim, tanishlarim sharofati bilan. Ha. Nahotki sen qamoqdan chiqding, marras. Bolam nogiron bo'lib qolgandachi? U 1 yildan beri komada yotibdi. Hali turgani ham yo'q. Bizaga qiziq emas, okey? Tushunyapsizmi? Bizaga qiziq emas. Sizni o'zingiz masxara bo'lsiz, klonsiz. Qancha odam umriga zolim bo'lgansiz. Sizga shu kam hal ishoning. To'g'ri qildi Ayzen, bolangizni o'ldirib. Bolangizni emas, sizni o'ldirish kerak edi. Mana bu bolangiz yetimlar uyiga topshirish kerak edi. Yetim bo'lmaganiga shukr qiling, siz o'lmaganingizga shukr qiling, to'g'rimi Ayzen? Ayting. To'g'ri, bir tomondan bitta klon ko'paygani kamroq. O'zi buni o'ldirib tashlash kerak edi. Miyasidan otish kerak edi. Nimaga miyasidan otmadingiz? Siz aybdorsiz. Sen hali meni bolamga teginadigan. Men senga ko'rsatib qo'yaman bolamga teginish oqibati nima bo'lishini. Mana senga. Xo'p, alo Ayzen? Prinsessa, iltimos tez kel. Nima bo'ldi? Hozir boraman. Jenurson, nima bo'ldi Ayzen? Nima bo'ldi Ayzen? Xo'p, meni la'nat klon otib ketdi. Iltimos tez yordamni chaqir. Hozir
Alo, tez yordammidi bu? Tez kela olasizmi? Bo'ldi, hozir kelishadi. Siz shu yerda to'xtab turing-da, men hozir ulardan qiz olib kelaman. Jenursun, o'zlaridan ketishibdi bular. Endi ko'radi. Hoy klon, nima qilyapsan? Sanmi hali otadiganman senga? Ha, sanmiding hali? Yo'q. Iltimos, meni bolamga teginma. Yo'qolib ket ikkalanam. Ha, bo'ldi. Tez bu qurolni yo'qotish kerak. Bo'lmasa, men aybdor bo'lib qolishim mumkin. Ya'ni hozir bu qurolni suvga tashlavoramiz, suvda oqib ketadi, qayoqgadir. Bo'ldi, obunachilar.